Kanada, Avstraliya yoki Amerika vizasiga qilayotganingizda ko'plar so'raydi, qanaqa условиялар bo'lsa, mana idealniy условия bo'lsa, viza olishga shansim oshadi, juda yaqin qoladi o'sha viza olishimga, почти 100% deydi-yu. O'shanda juda ko'p faktorlardan bittasi bu daromad. Ya'ni katta summani siz ularga ko'rsatib berishingiz kerak va uni o'sha ingliz tilida source deyiladi. O'sha daromadingiz qayerdan kelgan bo'lsa, biznesdanmi, agar ota-onangiz sponsorlik qilayotgan bo'lsa, ota-onangizni daromadi qayerdan kelgan, o'sha MyGov'dagi hamma dokument, hamma ishxonasidagi oyliklari, o'shani hammasini chiroyli ko'rsatib bersangiz, bu sizga juda katta plus vizada. Ya'ni sizda o'sha mana 40 milliondan oshiq daromad bo'lsa, ota-onangizda har birida, misol uchunda, o'shanda mana любой viza topshirayotganingizda juda katta plus bo'ladi. Ikkinchisi bu bank hisob raqami. Ya'ni bank hisob raqamiga siz kattaroq summa qo'yishingiz kerak. Bu 60 ming, 70 ming, 80 ming bo'lishi mumkin, 100 ming bo'lishi mumkin. O'zingizni o'sha hisob kitobingizga qarab turib qancha rasxod ketadi. Ya'ni student viza qilayotgan bo'lsangiz, turist viza qilayotgan bo'lsangiz, o'shalarga hisob kitob qilib turib, undan oshiq summa qo'yasiz. Chunki nimaga? Emergency situations bor. Ya'ni chet elga chiqqaningizda Xudo ko'rsatmasin yiqilib tushishingiz bor, больницаga tushib qolishingiz bor. O'sha joylarda sizda ortiqcha mablag' bo'lishi kerak hisob raqamingizda. O'shaning uchun ofitserlar o'sha qo'shimcha bo'lgan, ya'ni ekstra qancha puli bor ekanini bunga ham qaraydi. Uchinchisidan bu vizalarda отказ bo'lmasligi kerak iloji bo'lsa. Umuman vizalarda отказ bo'lmasa sizda Amerika, Kanada, Avstraliyaga bemalol qilsangiz bo'ladi, shansingiz juda zo'r bo'ladi. To'rtinchisi, endi eng oxirgisi bu viza istoriya, ya'ni qancha ko'p davlat, qancha ko'p stiker bo'lsa pasportingizda, bu sizga juda katta plus. O'sha narsa sizni mana shu 4 ta faktor, 4 ta narsa viza olishingizga juda yaqinlashtirib qo'yadi sizni.